imtihonga yangi qo'shilgan savoldan yana birini ko'ramiz. Qo'llab-quvvatlash uchun hozir like bosib qo'yinglar, yana yangi savollarni chiqaramiz. Diqqat qilinglar. Avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalish bo'yicha to'g'ri burilyapti? Ayrim o'quvchilar ham, haydovchi ham xato qilib qo'yadi bu savolni. Nimaga? Tramvay izidan yurish mumkin, yo'l bilan bittasi joylashgan-ku deyishadi. To'g'ri, lekin yo'l harakati qoidalarining 56-bandini 2-xat bosib binoan agar chorrahida 581, 582 belgilar bo'lmasa va 118 yo'l chiziqlar chizilmagan bo'lsa va boshqa tartiblar o'rnatilmagan bo'lsa, biz tramvay iziga chiqib turib qaylashimiz, burilishimiz mumkin. Lekin bu vaziyatga e'tibor bersanglar 581 bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi ham belgi o'rnatilgan. Demak, bu vaziyatda biz aynan chetki chap qatordan to'g'riga yoki chapga burilish qaylashimiz mumkin. Mana ko'rsatib qo'yadi. 10 qatordan o'rga tramvay iziga chiqib turib burilishimiz ham qaylashimiz ham mumkin emas belgi bo'lgani uchun. Tushundinglar? Demak, bu yerda faqat ruxsat beriladi, faqat ikkinchi yo'nalish bo'yicha deymiz. Hisob qo'yinglar, like bosib, kommentariy qoldirishingizdan chiqmasin.